Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Amerika ta'minlash shirkatlarini Xitoydan qaytib kelishga rag'batlantirmoqda. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Oqsaroyning iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow Oqsaroydagi muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Trump hukumati Hong Kong yoki Xitoydagi har qanday Amerika shirkatining ta'minlash zanjirini Amerikaga qaytarib kelishni qarshi olganligini bildirdi. U yana agar Amerika shirkatlari ta'minlash zanjiri va ishlab chiqarishni Amerikaga qaytarsa, biz ularning ko'chish va barliq chiqimini qamdash uchun qo'limizdan kelganini qilamiz dedi. Trump uzundan buyon ishlab chiqarishning chet eldan Amerikaga yo'tkilishini tashabbus qilib kelgan. Xitoy virusi Amerika iqtisodiga g'oyat zo'r ziyon keltirganligi sababli Trump hukumati ishlab chiqarish va ta'minlash halqasidagi Xitoyga haddidan ziyoda tayinish holatini yana bir qatim o'zgartirishni talab qilgan. Kudlow ilgarimi Amerika shirkatlarining texmo ko'p korxonani davlatga qaytarib kelishga intayin intizor ekanligini, chet eldagi ta'minlash zanjirining bexatar va ishonchsiz savdo odati ekanligini ta'kidlagan. Kudlow yana Xitoyning Hong Kongga tajovuz qilishi savdo kelishimining birinchi bosqichini bo'g'ib qo'ydiganligini, Amerika savdo vakili Lighthizer, moliya ministri Mnuchin va Xitoy savdo vakili Liu yaqinda savdo kelishimi to'g'risida ijobiy suhbatlashganligini, savdo kelishimi yanada ijro qilinayotganligini, Xitoyning Hong Kongga davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini ijro qilishga majburlash harakatining kishini andishiga soldiganligini, Xitoyning bu masalada cho'ng xatolik sodir qilayotganligini ta'kidladi. U so'zda yana bir davlatda ikki xil tuzum Hong Kongda davomli yo'lga qo'yilishi kerak edi. Ammo Xitoy uni bir davlat bir tuzumga aylantirmoqchi bo'layotdi. Bu Hong Kongni nurg'un erkinlikdan mahrum qiladi hamda Hong Kong iqtisodiga intayin salbiy ta'sir ko'rsatadi deganlarni bildirdi. Xitoyning Braziliyaga qilgan besimi aksiga ta'sir paydo qildi. Xitoyning Braziliya parlamentiga Tayvan masalasida qilgan besimi aksiga ta'sir berib, ijtimoiy uchur vositalarida Tayvan erkinligi mangu yashasin shuarining keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Xitoyning Braziliyada turishliq bosh elchixonasi 13-may Braziliya parlamentiga maktub avatib, Braziliya parlament a'zolaridan Tayvan prezidentining vazifaga o'ltirish marosimini tabriklamaslik, sukutni tanlashni talab qilgan. Bu xat Braziliya parlament a'zosi tomonidan Twitterda e'lon qilingan. Maktub e'lon qilinib uzun o'tmay mangu yashasin Tayvan erkinligi shuari Twitterda tuyuqsiz moda bo'lgan. Braziliya Avam palatasi Paul Martinez 25-may Twitterda Xitoyning Braziliyadagi bosh elchixonasining Braziliya Avam palatasiga yozgan xatini e'lon qilgan. Bu xat parlament a'zolari tomonidan Twitterda e'lon qilingandan keyin Braziliyadagi nurg'un to'rdoshlar Xitoyning bu qilmishidan norozi bo'lgan. Bir mezgil mangu yashasin Tayvan erkinligi degan shuar Twitterda keng tarqalishga boshlagan. Tayvan to'g'risidagi tema qiziq nuqtaga aylangan. Ba'zi to'rdoshlar Twitterda biz Tayvan bilan bir safda, yana ba'zilar hamma odam kommunizmga qarshi turishi kerak. Mangu yashasin Tayvan erkinligi, Tayvan demokratiyasiga salom. Prezident Tsai Ing-wenning vazifaga o'ltirganligini tabriklaymiz degan shuarlar keng tarqalgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Braziliya parlamenti Xitoyning maktubini oshkorlagan hamon Twitterda uchur yo'llab, Braziliyadagi do'stlarning oliyjanob maydoniga rahmat, Braziliyadagi barliq do'stlarim rahmat sizlarga. Sog'lom bo'lishinglarni umid qilaman. Tayvan erkinligi mangu yashasin, Braziliya yashasin degan ifodalarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Braziliya bilan bo'lgan munosabati yaxshi davom qilib kelgan bo'lib, ammo Xitoy virus tarqalgandan buyon doim qalaymiqonchiliklar yuz bergan. Braziliya prezidenti va parlament a'zosi Eduardo Bolsonaroning o'g'li Xitoy virusi degan atalg'uni ishlatganligi sababli Xitoy tarafidan qattiq ayblangan. Natijada Xitoyning Braziliyada turishliq bosh elchisi Yang Wenming Eduardodan kechirim so'ragan. Uningdan boshqa Braziliya ma'arif ministri Ventrapmo Twitterda virusning tarqalishi Xitoyning dunyoni kontrol qilish orzusiga yordam berdi degan so'zlarni ham baharlash sababli o'zaro tanqidlash maydoniga kelgan. Xitoy Sharq Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi qilganligini yana bir qatim isbotladi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Qashqar shahridagi mashhur Hetgoh masjidining sirtidagi islomiy naqshlarni elib tashlab,
o'zining faqatli irqiy qirg'inchilik qilib qolmasdan, balki madaniyat qirg'inchiligi qilayotganligini yana bir qatim isbotlab berdi. Xitoy Sharqi Turkistonga tajovuz qilgandan buyon vatanimizdagi turk islom madaniyatiga aloqador barliq tarixiy asarlarga buzg'unchilik qilib keldi. Bo'libmi 2016-yildan boshlab Xitoy islom va turk madaniyatiga qartilgan qirg'in qilish, vayron qilishni texmo kuchab ijro qilishga boshladi. Jazo lagerlariga necha million Sharqi Turkiston xalqini sababsiz tutqun qilgandan sirt, islomiy asori atiqalar va qabristonliklarga qarata sistemalik madaniyat qirg'inchiligi boshladi. Sunniy hamrohdan tortilgan surat orqali isbotlanishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistondan islomning iznasini yo'qotish uchun 2016-yildan 2019-yilning oxirigacha 15 ming atrofidagi masjidni chiqib qabri va boshqa diniy imoratlarni vayron qildi. Xitoy doiralari xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun shahar markazida simvollik holatda qoldirib qo'ygan masjidlardanmi tadrijiy holda hilal oy, yulduz, gumbaz va husnxat yozilgan naqshlar va rasmlarni elib o'tgan. Xitoy Hetka masjidiga qilgan buzg'unchilik harakatini tadrijiy ishga oshirgan bo'lib, 2018-yili masjidning gumbaz va munorlaridagi oy yulduzlarni, shundaqla masjidning kirish eg'izida husnxat bilan ko'rkam yozilgan lavhani elib o'tgan. Yaqinda yana eshikning kirish eg'izida Qur'oni Karimdan elingan oyatlar bilan naqshlangan lavhani elib o'tgan. Mazkur xatlarning 1908-yilga oid tarixiy asar ekanligi ma'lum. Amerika Avam Palata a'zosi Tibetni ayrim davlat deb e'tirof qilgan qonun loyihasini tunishtirdi. Amerika Avam Palata a'zosi Scott Perry Tibet avtonom rayonini ayrim davlat deb e'tirof qilgan qonun loyihasini tunishtirdi. HR 6948-nomerli qonun loyihasida Amerika prezidentiga Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Tibet avtonom rayonini ayrim mustaqil davlat deb e'tirof qilish huquqi va boshqa maqsadlar uchun huquq beradi deyilgan. Qonun loyihasi 19-may kuni Avam palatasining tashqi ishlar komitetiga yo'llangan bo'lib, hozircha bu qonun loyihasining to'liq mazmuni texi oshkorlanmagan. Tibet markaziy xabarlarining bildirishicha, Avam palata a'zosi Scott Perry Amerika Davlat Majlisida Tibetga munosabatli qaror va qonunlarning ma'qullanishida aktiv rol olib kelgan shaxslarning biri ekan. Xitoyning intayin sezgur masalalardan bo'lgan Tibet mustaqilligiga oid qonun loyihasining tunishtirilishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. U Amerika Xitoy orasidagi ziddiyatlar, savdo masalalari, Xitoy virusi va navbatda Hong Kongdagi vaziyat tufayli qattiq nacharlashgan payti tunishtirildi. Amerika va Xitoy Hong Kong masalasida yana tirkishib qoldi. Xitoyning Hong Kongga aloqador davlat xavfsizligi qonuni ma'qullamoqchi bo'lishi xalqaroda kuchli tanqidga uchramoqda. Yaqinda Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy Hong Kongga aloqador davlat bexatarlik qonunidan voz kechmagan taqdirda Amerika Hong Kongga berayotgan afzal savdo sharoitlaridan voz kechadi degan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 25-may dushanba kuni Amerikaga tahdid selib, agar Amerika Xitoyning manfaatiga ziyon yetkazishda ching tursa, bizmi buningga qarshi harakatga o'tamiz dedi. Xitoyning yangi bexatarlik qonuni Hong Kongda izchil davom qilib kelayotgan namoyishlardan keyin o'tirg'i chiqqan bo'lib, nurg'un kuzatuvchilar uning Hong Kongdagi demokratik harakatlarga zarb berishini nishon qilganligini bildirmoqda. Minglagan Hong Kongliklar yakshanba kuni Xitoy virusiga qarshi turish uchun yo'l qo'yilgan cheklamalarga qaramay ko'chalarga chiqib namoyish qilish orqali Xitoyning bu qonun loyihasiga noroziligini ifodaladi. Kuzatuvchilar bo'lsa, G'arb demokratik allarining Hong Kong masalasiga hargiz sal qaramasligi kerakligini ogohlantirmoqda. Angliyaning Hong Kongdagi eng oxirgi valisi bo'lgan Chris Patten 24-may kuni Moliya vaqti gazetiga maqola e'lon qilib, Xitoyning Hong Kong demokratiyasiga qilayotgan bu hujumining butun dunyo ko'ngil bilishga tegishli masala ekanligini ta'kidladi. U maqolasida hozirgacha dunyodagi 23 davlatdan bo'lgan 200 dan ortiq siyosatchi va yuqori darajalik amaldorning Beijingning harakatini ayiblaydigan bir bayonotga qo'l qo'yganligini bayon qilishi bilan birga, Angliyaning cho'qim bu masalani kelar oyda ochiladigan G7 davlatlar yig'inining kun tartibiga elib kelishi kerakligini eskartgan. U maqolasida Uyg'urlar masalasini tilga elib, Sharq Turkistondagi fuqarolarni lagerlarga so'ligan Shi Jinpingning amdiki zarb berish nishonining Hong Kongliklar bo'layotganligini ta'kidlagan va bu masalaga butun dunyoni diqqat qilishga chaqirgan. Xitoy qurultayida vakillarning turma qonuniga o'zgartirish kirgizishini talab qilishi diqqat qo'zg'adi.
Xitoy qurultiyi va siyosiy kengashining 2 yig'ini Beijingda davom qilayotgan bo'lib, Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarida 25 may 13 navbatlik Xitoy qurultiyining 3-yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonidan borgan vakillar o'mikining jami 3 taklif va 61 fikr berganligini xabar qildi. Xabardan qaraganda, qurultayda o'ttirg'i sunilgan 61 fikr asosliq yuqum vaziyatini kontrol qilish, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ilgari surish, atalmish 6 muqimlik xizmatini yaxshi ishlash, bir balvoq bir yo'l qurilishi qatorliq sohalarga munosabatli ekan. Bularning ichida eng diqqat qo'zg'aydigani atalmish Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan vakillar o'tirg'i qo'ygan 3 taklif loyihasi bo'lib, ular bo'lsa Xitoyning kesim qonuniga tuzitish kirgizish taklifi, Xitoyning turma qonuniga tizdan tuzitish kirgizish taklifi, shundaqla Xitoyning adliyalik baholash qonunini tuzish taklifini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy rejimi Sharqi Turkistonda 2017 yildan boshlab keng ko'lamli tutqun harakatini yo'l qo'yib, 5 million atrofida Uyg'ur qatorliq yerlik xalqlarni lagerlarga qamadi. Xalqaro jamiyat Xitoy rejimini millionlagan odamni hech qanday qonuniy asos bo'lmagan asosda tutib turayotganligini tanqidlagandan keyin, Xitoyning taktikasini o'zgartirib, lagerga tutilgan kishilarni yo'q bahonalar bilan oz deganda 10 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilayotganligi oshkorlangan edi. Mana shunday bir sharoitda Sharqi Turkistondan borgan atalmish 2 qurultay vakillarining kesim qonuni va turma qonunlariga munosabatli qonunlarda o'zgartirish elib berishini talab qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilar buning Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish harakatini oqlash uchun bir qonuniy asos yaratish urinishi bo'lishi mumkinligini faraz qilishmoqda. Erkin Akram Amerika-Xitoy munosabatida Uyg'urlarning rolining intayin muhim ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lgandek, Oqsaroy 20 may kuni Amerikaning Xitoy strategiyasi sarlavhalik tafsiliy dokument e'lon qildi. Dokumentda 1979-yili Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatilgandan buyongi siyosiy, iqtisodiy, harbiy va kishilik huquq ahvoli tafsiliy bayon qilingan. Amerika 2017-yillik davlat bexatarlik strategiyasida 4 asosli nuqtani yo'l qo'ygan bo'lib, mazkur strategiyani o'ttirg'i qo'yishning maqsadi ashu 4 asosiy nuqtani ishga oshirishni nishon qilgan. Ular bo'lsa, birinchi Amerika fuqarolarini, davlatini va qimmat qarashini qo'g'dash. Ikkinchi Amerikani gullantirish, uchinchi kuchlanish orqali tinchlikni qo'g'dash, to'rtinchi Amerikaning ta'sirini kuchaytirish. Amerikadagi tunilgan Xitoy ishlari mutaxassisi Gordon Chang apandi Amerika-Xitoy orasidagi munosabatlar tez sur'at bilan chekinayotgan bir paytda e'lon qilingan bu strategiya plani haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy bilan bo'lgan munosabat bargan sir nacharlashyapti. Lekin bu yaxshi ish. Chunki endi Xitoyga qarata amaliyotchil bo'lishga boshlandi. Burun tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan, mumkin bo'lmaydigan ishlar yuz beryapti. Hatto yuz berishdan saqlang'ili bo'lmaydi. Dokument yana 40 yildan buyongi Amerika-Xitoy munosabatida Xitoyning izchil manfaatlar taraf bo'lib kelganligi, Xitoyning maqsadi xato mo'ljallanganligi, Xitoyning siyosiy, iqtisodiy kuchining eshishi, ideologiyasining singib kirishi, Amerikaning tub manfaatiga qimmat qarashiga ziyon soldiganligi qatorliq mazmunlar o'tirg'i qo'yilgan. Dokumentda Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi haqidagi mazmunlar Uyg'urlarning lagerlarga solinishi orqali tushuntirilgan. Mazkur dokumentning Uyg'urlarga elib keladigan ta'siri to'g'riliq Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi Erkin Akram apandi mundaq dedi. Buningdan keyin Amerika-Xitoy munosabatida Uyg'ur masalasi muhim strategik masalaga aylandi. Davlatlar o'rtasidagi strategiyada barliq kozirlar o'ynaladi. Undaq bo'lganda Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Mo'ng'ul, Manju degandek millatlarning uchirgan kishilik huquq dafsandichiligiga munosabatlik barliq masalalar ko'tarib chiqiladi. Bu vaqtda Gordon Chang apandimi Erkin apandi bilan o'xshash qarashda bo'lib, u so'zida Amerika siyosat tuzuvchilari Uyg'ur, Tibet va boshqa demokratiya izlayotganlardan o'ziga ittifoqdosh izlaydi. Bu Uyg'urlarning Xitoy masalasida Amerika hukumatining amaliy harakat qo'llanishi uchun besim ko'rsatiladiganligidan derak beradi. Dokumentning oxirida yana munolar qo'shimcha qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlari Amerikaning oliy manfaatini oldingi o'ringa qo'ydi. Erkin Akram apandi Amerikaning uzun muddatlik Xitoyga qaratgan siyosatining mushu dokument orqali rasmiy so'g'uq munosabatlar urushiga kirganligidan derak beradiganligini aytdi. U o'zining tahlilini o'ttirg'i qo'yib mundaq dedi. Agar Amerika o'z ta'sirini qo'g'dab qilish jihatda Xitoyning to'salg'usiga uchrasa, Amerika buni qattiq qo'lliq bilan bartaraf qiladi. Erkin apandi yana mushundaq cho'ng siyosiy strategiyada muhim o'rinda turayotgan Uyg'urlarning fursatni ching tutishi uchun Uyg'ur tashkilotlarining texmi zo'r tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini ta'kidladi.
Türkiyədəki Xitay virusunun ən yeni əhvali. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 26 may bir gün içinde Xitay virusu bilan 28 kişinin qaza qılğanlığını e'lon qildi. Fahrettin Koca saat 7'de Türkiye'deki Xitay virusu yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 19.853 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 948 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 158.762 ga yetganligini, bir kun ichida 28 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4.397 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1992 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 739 bemorning kasalining og'ir ekanligini, salomatlikka asliga kelgan bemorlarning soni uzluksiz o'rlaganligini, kasali og'ir bemorlarning sonining davomli tushayotganligini, birdek kuchli tadbirlarni yo'l qo'yish kerakligini, yangi hayotning kontrolli hayot bo'lishini, hamma xalq birdek tadbirni qo'ldan bermaslik kerakligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna qilib program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eytimen. Assalamu alaikum ve rahmetullah.